Shunaqa fayzli o'zbekona mahallada katta oila uchun mo'ljallangan hovlimizda sotilyapti. Yunusobod tumani Gvardeyskiy gayini shunda orqa tomonida joylashgan. Betonkadan sanalganda 3-uy bo'lyapti. Uyimizda 716 sotiq, fasadimizning eni 20 metr, uzunligi bo'lsa 36 metr. Hovlimizga kirishimiz bilan darvozaxonamizda ikkita katta mashina uchun joy ajratilgan. Hovlimizda binolarimizda shunaqa G obrazniy qurilgan, pishgan g'ish va xom g'ish aralash qilib ko'tarilgan ekan. Katta oila uchun mo'ljallangan, ikkita oila ham maza qilib yashasa bo'ladi. Kirishimiz bilan to'g'rimizda bo'lsa, 2 xonali korobka binoyimizni ham ko'rishingiz mumkin. Uyimizni hamma hujjatlari joyida, kadastri bor, sochish uchun tayyor qilib qo'yilgan ekan. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet, hamma kommunikatsiyalari bor. Hovlimizning o'rtasida va etek qismida shunaqa bog' qilib qo'yilgan ekan, mevali va manzarali daraxtlarni ham ko'rishingiz mumkin. Uyimizni sotib olib, o'zingiz yashamagan taqdiringizda ham ikkiga ajratib ikkita yonma-yon hovli qurib yuborsanglar ham bo'ladi yoki ikkita oila uchun juda ham ideal joy, o'zi ham 10 ta xonasi bor ekan. Uyimizning joy egalari har bir sotig'i uchun $48,000 so'rashyapti. Yana kelishadigan joy bor ekan, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Telefon raqamlarini yozib qoldiramiz.